Assalomu alaykum, guruhimiz a'zolari. 2025-yil 7-mart sanasida mana giloslarimizni dastavkaga tayyor qilib ko'chirib olib keldik do'stlar. Valovoy sertsa gilosimizni dastavkaga tayyor qilib ko'chirib olib keldik. Svejiy do'stlar mana. Ko'chatlar holatiga bitta baho berib, laykni bosib o'tib ketasizlar do'stlar mana. Tomirlarni qaranglar do'stlar. 10 tadan pachkalab mana tayyor qilib olib keldik. Ikkita behi ham so'rashuvdi. Mana behlarning holati olma behi. Ularni endi shoxlarini kesib, upakovkalab tayyor qilib dastavkaga jo'natib yuboramiz. Bu galgi do'stlar dastavkamiz Andijon viloyatiga ketyapti. Andijonga ketyapti do'stlar. Buni salafanlab upakovka bo'lgan holatini ham ko'rsatib o'tamiz. Kimga shunaqa ishonchli sifatli ko'chatlar kerak bo'lsa, bizga aloqaga chiqaverasizlar. Gilosdan bog' qilaman deganlarga shu gilos tavsiya qilib qolamiz. Valovoy sertsa gilos. Juda ham serhosil giloslardan. Buni hozir tayyor bo'lgan holatini ham sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Mana do'stlar, giloslarimizni shoxlarini kesib, salafanlab, upakovkalab tayyor holatga keltirdik do'stlar. Dastavkaga tayyor bo'ldi mana. Shoxlarini kesib, Andijonga deb yozib, nomerlarni yozib tayyor qilib qo'ydik. Hozir chiqarib yuboramiz. Mana do'stlar, ko'chatlar holati. Kimga shunaqa ishonchli sifatli ko'chatlar kerak bo'lsa, bizga aloqaga chiqaverasizlar. Gilos va boshqa ko'chatlar bor do'stlar. Ko'chat ekish mavsumi bo'lyapti, ekishlar. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Nomerlarimiz 91 396 66 74 nomeriga aloqaga chiqib, ko'chat zakaz qilaverasizlar do'stlar. Telegram, WhatsApp bor. Hamma ko'chatdan assortiment bor do'stlar. Ekib berish xizmatlari ham mavjud. Hamma viloyatga dastavkamiz bor, qo'shni davlatlarga ham dastavkamiz bor do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videoni dehqonchilikka qiziqqan do'stlarga jo'natib qo'yamiz.